O'zbekiston Orxus konvensiyasiga qo'shilish orqali tabiat muhofazasi va inson huquqlarini himoya qilish yo'lida muhim qadamni qo'ydi. Bu qaror fuqarolarning ekologik ma'lumotlarga ega bo'lishi, qaror qabul qilishning jarayonlarida ishtirok etish va atrof muhitga oid masalalar bo'yicha sudga murojaat qilish huquqini mustahkamlaydi. 2025-yil 11-mart kuni Prezident 1045 sonli qonunni imzoladi. U O'zbekiston Konstitutsiyasining 49-moddasiga to'liq mos kelib, har bir shaxsning sog'lom ekologik muhitda yashash va uni holati haqida ishonchli ma'lumot olish huquqini kafolatlaydi. Davlat organlari endi ekologiyaga oid ma'lumotlarni taqdim etish majburiyatini oldi. Jamoatchilik esa ekologik dasturlarni ishlab chiqish, tabiatni muhofaza qilish choralarini nazorat qilishda faol ishtirok etishi mumkin. Orxus konvensiyasiga qo'shilish nafaqat mamlakat ichki ekologik siyosatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki xalqaro hamkorlikni ham mustahkamlaydi. Bu bizga nafaqat O'zbekistonda, balki global miqyosda ham atrof muhitni muhofaza qilish mas'uliyatini eslatib turadi. Jamoatchilik ekologik chora-tadbirlarning ijrosini kuzatib borish, muhokamalarda ishtirok etish va o'z huquqlarini sud orqali himoya qilishi mumkin. Bu esa shaffof va samarali ekologik siyosat uchun zamin yaratadi.